Salom hammaga. Bugun qanaqa Warcraft serveriga kirishni o'rgataman. Agar siz telefon o'yini sizga Pojo Launcher yoki Mojo Launcher keladi va serverga kirish uchun salgina ko'proq qoidalarga amal qilishingiz to'g'ri keladi. Agar nikilar serverga allaqachon kirib bo'lgan odamning niki bo'lsa, serverga kirmaydi. Va nikilarda belgilar ishlatish mumkin emas. Minecraft kirib olgandan keyin ikkinchi qatorda turgan set va y ga bosasizlar va добавить tugmasini bosasizlar. Bu yerga esa artcraft.uz deb yozasizlar. IP ekraningizda yozib bo'lganingizdan so'ng готовы tugmasini bosasizlar. Va sizlarda server ustiga bossizlar va подключиться bosasizlar. Kirganingizdan so'ng qimirlamaysizlar ma'lumot to'lguncha. Keyin esa captcha paydo bo'ladi. Captchada nima yozilgan bo'lsa, o'shani chat yozasizlar. Registr qilishni ham ozgincha ko'proq qoidalari bor, o'zingiz o'qinglar. Va bo'ldi, siz serverga kirdingiz. Sizlarni Vibe'da kutib qolaman.